Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida Xitoy davlatidan O'zbekiston Respublikasiga hududiy tadbirkornomaga olib kelingan tovarlar bojxona rasmiylashtiruvi uchun qabul qilingan. Mazkur yuklar xavfni boshqarish tizimi orqali Qizil yo'lakka yo'naltirilgan bo'lib, Nukus shahrida joylashgan bojxona omborida ushbu transport vositasiga ortilgan tovarlar bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Bojxona ko'rigi davomida taqdim qilingan bojxona yuk deklaratsiyasida ko'rsatilgan tovarlarning Tiften kodi noto'g'ri tasniflanganligi natijasida 756 million 723 ming so'm miqdorida qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblandi. Shuningdek, yana bir xuddi shunday holatda xavfni boshqarish tizimi orqali Qizil yo'lakka yo'naltirilgan tovarlar bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Natijada Tiften kodi noto'g'ri tasniflanganligi aniqlanib, 106 million 374 ming so'm miqdorida qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblangan. Hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda.